Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilari. Bugun sizlarga ajoyib uylardan ikkita xonadonimizni taqdim etamiz. Toshkent shahri Sergeli tumanidagi Xonobod deyiladi bu atroflar. Xonoboddagi 2,5 sotik uyimiz to'liq bitgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu hovlimiz. Ushbu darvozaxonadan bemalol ikkita avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Tashqi fasadlarimiz traventindan ajoyib oq rangdan, seri rangdan foydalanilgan. Ushbu xonadonimiz 2,5 sotikdan iborat. 5 ta xonasi plus oshxona, 6-xonamiz oshxona bo'ladi. Hozir biz birinchi podvaldan ko'rsatamiz. Podvalimizda katyolni sistemalar o'rnatilgan ekan. Keyin xonadonning ichkarisiga kirib ketamiz. Bu yerda katyol tizimlarimiz o'rnatilgan, stabilizator, dukotor katyol, boiler va отопление sistemalari, turbalar shu joyga o'tkazilgan. Bu yerda alyumin profildan qilingan akva eshigini ko'rishingiz mumkin. Atroflarimizni atroflar granit bilan qoplab qo'yilgan, sokollarimiz juda ham chiroyli qilingan. Xonadonimiz to'liq yashashga tayyor. Shunaqangi kelib sotsangiz bo'ladi. Bu uyimiz juda ham arzon, ya'ni hozirgi vaqtdagi eng arzon sifatli uylarimizdan biri. Uyimiz to'liq pishirishdan qurilgan, ishlarimizni sho'r chiqib ketish nimasi yo'q. Asosiy eshigimiz prixoshkani oyoq ostiga granit bilan qoplab qo'yilgan plastik imzo eshigimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda uzun koridor. Yuqorida galogen chiroqlar o'rnatib qo'yilgan. Polimiz sifatli tarkib. Devorimizda eng oxirgi rusumdagi sifatli obloylar ishlatilgan. Kirganimizda avtomat tizimini ko'rsak bo'ladi. Birinchi xonamiz, ya'ni o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bu kuxnya, ya'ni oshxonamiz. Oshxonamiz tayyor. Kuxnyani bilan qo'ysak, foydalansa bo'ladi. Gazlar, suv, kanalizatsiya o'tkazib qo'yilgan. Televizor uchun ham ishlaydigan o'rnlar tashlab ketilgan, rozetkalar. Eshiklarimiz esa endi eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Ikkinchi xonamizdan ko'ramiz. Ikkinchi xonamiz bolalar xonasi, kichkina spalnya qilingan. To'liqroq ma'lumotlarimizni afishada yozib qo'yamiz. Ya'ni ma'lumot kerak bo'lsa, aynan afishada o'qib olsangiz bo'ladi. Uyimizda juda ham sara qurilgan. Xonadonimiz to'liq pol sistemasi bilan ta'minlangan do'stlar. Tomonda keyingi xonamiz bu sanuzel, общий sanuzel bo'ladi. Общий sanuzelimizda vanna, umumalik va unitazni ko'rsak bo'ladi. Unitazimiz, patologlarimiz plastik. Ushbu vannada alyumin profil, ya'ni akva profildan eshik o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bitta spalnyamiz bor, ota-onalar uchun mo'ljallangan. Patologlarni qo'yilgan. Devordagi obloylarimiz hammasi juda ham sifatli obloylar qilingan, bo'lish obloylar. Bu xonamiz. Aynan bu xonada ham deraza o'rnatib qo'yilgan, yorug'lik yetarlicha tushadi. Xonadonda ikkita sanuzel bor, ikkinchi sanuzelimiz yotoqxonada joylashtirilgan bo'ladi. Ota-onalar uchun mo'ljallangan. Dush ko'rinishida qilgan. Patologimizda ham plastikdan foydalanilgan. Devorlarimizda kafe bilan qoplab qo'yilgan. Bu yerda dush, unitaz va rakvin o'rnatib qo'yilgan.
Bu tarafda ham bitta spalnimiz bor, kattagina. Xonadonda faqat qanday ish qolgan. Ushbu xonadan bizni uyimizning orqasini ko'rsak bo'ladi. Bu yerda shashib qilsak bo'ladi, baribir zona qilamiz. Yoki biror bir maqsadda foydalansak bo'ladi. Traplar qo'yib qo'yilgan, suv bemalol kanalizatsiya tizimi ulanib ketadi. Havo almashtirish uchun ham juda ham yaxshi imkoniyat qilingan. Xonalarni xonasi almashtirib, shu yerda normal maqsadda foydalansak ham bo'ladi. Joyimizni bu yerda ham juda ham chiroyli abordan foydalanilgan. Eshiklarni e'tibor beringlar, eng sifatli eshiklar qo'yib qo'yilgan. Uyimiz juda ham arzon, boshqa uylarga nisbatan ancha arzon va sifatli material ishlatilgan. 10 ta xonadondan faqat 2 ta xonadon qoldi. Ekranda ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, uylarni to'g'ri sotsangiz bo'ladi. Xonalar razmerlarini bizda yozib qoldiramiz. Oxirgi xonamizda eshikdan kirganimizda chap qo'limizda bo'ladi. Bu zal. Zalimiz juda ham kattagina qilingan. Xonalarimiz yorug' va svetli. Aboylarni eng zo'r tanlangan. Pollarimiz bir xil, hammasi tanqid pol mahsulotdan qilingan ekan. Do'stlar, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimiz, yana qaytib o'taman, Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobodda joylashgan. Orientir JM zavodining orqa tarafi va Bikanos hududi uchastka, bir qavatdan iborat 5 ta xonasi bor, plus bitta oshxona va 6 ta xonalik uyimizda. Narxlarni ekranda yozib qo'ydik. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr do'stlar. Feel me.